Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli abituriyentlar. Xo'p, 3-mavzuyimizga yetib keldik, ya'ni nuklein kislotalar. Xo'p, DNK masalada ishlashda sizlarga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Endi nuklein kislotalarning nazariy qismini ustozlaringlar albatta o'rgatgan. Xo'p, birinchi o'rinda Chargov qoidasi. Chargov qoidasi birinchisi, adeninlar soni timinlar soniga doimo teng bo'ladi. Ikkinchisi, guaninlar soni esa sitozinlar soniga doimo teng bo'ladi. Uchinchisi, Purin asoslar. Purin asoslariga adenin hamda guanin kiradi. Ko'pchilik masalada ishlashda esidan chiqarib qo'yadi, lekin siz esingizdan chiqarmang. Pirimidin asoslariga esa timin hamda sitozin kiradi. Bu degani adenin hamda guaninlar yig'indisi timin sitozinlar yig'indisiga doimo teng bo'ladi. Hop, endi keyingisi fosfodifir bog'lar. Bu nuklein kislotalar, ya'ni DNK va RNK molekulalarida nukleotidlarni o'zaro bog'lab turuvchi kuchli kovalent bog'lanishdir. Mana bu bitta zanjir deydigan bo'lsak, mana DNK yoki mana bu RNK deylik, RNK. Xo'p, adenin, timin, guanin. Adeninning komplementi timin bo'ladi, timinniki adenin, guaninniki sitozin bo'ladi. Endi adenin bilan timin orasidagi bog' fosfodifir bog'. Timin bilan guanin orasidagi bog' fosfodifir bog'. Hop, umumiy endi RNKda ham xuddi shunaqa adenin, timin, guanin. Mana shu timin, guanin orasidagi hamda adenin, timin orasidagi bog' fosfodifir bog'i hisoblanadi. Hop, endi fosfodifir bog'ini topish uchun umumiy nukleotidlardan ikkini ayiramiz. Bu DNKda, chunki ikkita zanjir DNKda. Endi umumiy nukleotidlardan birini ayiramiz, bu esa RNKda. Hop, masalada ishlashimizda fosfodifir bog'larni topishda yana qaytadan ko'rib chiqamiz. Keyingisi vodorod bog'lar. Vodorod bog'lar adenin bilan timin orasida hamda guanin bilan sitozin orasida joylashgan bog'lar vodorod bog'lar hisoblanadi. Vodorod bog'lar adenin hamda timin orasida ikkita vodorod bog'i bo'ladi. Guanin bilan sitozin orasida esa 3 ta vodorod bog'i bo'ladi. Hop, 2 ta hamda 3 ta. X'lar bu adenin, timinlar, Y'lar esa bu guanin hamda sitozinlar. Masalada ishlashda eng muhimi vodorod bog'lar hisoblanadi. Uzunligi ham juda ham muhim masalada ishlashda. Uzunlik bu o'sha DNK molekulasini bir dona nukleotid orasidagi masofa hisoblanadi. Bir dona emas, bir nukleotid, misol uchun adenin, timin, guanin, sitozin shu orasidagi uzunlik 0.34 nanometrga teng bo'ladi yoki 3.4 angstromga teng. Hop, uzunligini topish uchun umumiy nukleotidlarni ko'paytiramiz 0.34 ga va bo'lamiz 2 ga. Bu DNKda. Endi umumiy nukleotidlarni ko'paytiramiz 0.34 ga va bo'lamiz 1 ga, bu RNKda. O'sha bu 2 DNKni 2 zanjirli bo'lishi, 1 esa RNKni 1 zanjirli bo'lishi. Hamda yodingizdan ko'tarmang, vodorod bog'lar faqatgina DNKda bor xolos. DNKda, RNKda vodorod bog'lar bo'lmaydi. Xo'p, endi va yana masalada ishlashda bizga eng muhimi shu oqsil biosintezi qisqacha. DNKdan RNK hosil bo'lishi transkripsiya jarayoni hisoblanadi. DNKdan RNK hosil bo'lishi. Xo'p, endi translyatsiya esa o'sha RNKdan oqsil hosil bo'lish jarayoni translyatsiya deyiladi. Xo'p, endi bitta aminokislota hosil bo'lishi uchun RNK tarkibidagi 3 ta nukleotid kerak bo'ladi. Bitta aminokislota hosil bo'lish uchun RNK tarkibida 3 ta nukleotid kerak bo'ladi. Endi bu 3 ta nukleotidli RNK 6 ta nukleotidli DNKdan hosil bo'lgan. Nisbat 6x, 3x va x. Bu ham juda ham muhim. Hamda masalada keladi T RNKlar soni deydi. T RNKlar soni mana bu yerdagi aminokislotalar soniga teng bo'ladi. Bu ham juda ham muhim, esingizdan chiqarmang. Xo'p, endi masalani boshlaymiz. Birinchi savol. DNKni birinchi zanjirdagi nukleotidlar ketma-ketligi quyidagicha. Demak, adenin mana shu birinchi zanjir ekan. Endi bu birinchi zanjir. Savolda unga komplementar bo'lgan ikkinchi zanjirdagi nukleotidlar ketma-ketligini aniqlang. Biz mana bu tomonga ikkinchi zanjir yozib ketamiz. Adeninning komplementi timin. Timin guaninning komplementi adenin hamda sitozin. Hop, sitozinning komplementi guanin. Timinning komplementi adenin. Hop, endi mana bu yerda 3 ta adenin berilgan, bu yerda 3 ta timin bo'ladi ikkinchi zanjirda. Hamda 2 ta sitozin berilgan, 2 ta guanin bo'ladi.
Va timin, adenin berilgan, adenin, timin bo'ladi. Hop, va 3 ta guanin berilgan, 3 ta sitezin bo'ladi. Endi javoblardan bu ikkinchi zanjirligini o'zingiz topib qo'yishingiz mumkin. Hop, ikkinchi savol. O'sha doimgidek xillarni tahlil qilib ketamiz. Qolgan xillarni o'zingiz ko'rib qo'yishingiz mumkin. DNK molekulasi tarkibida 1230 ta adenin bor. Shu molekula tarkibida nechta timin bo'ladi? Adeninlar soni doimo timinlar soniga teng edi. Charbi foydasi yuqorida ko'rdik. Demak, timinlar soni ham 1230 dan tashkil etadi. Endi uchinchi xili. DNK molekulasi tarkibida 3125 ta adenin nukleotidi bor. Va o'sha adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarning 20% ni tashkil qilsa, u holda timin nukleotidlar soni nechta? Doimgidek, ya'ni adeninlar soni timinlar soniga teng ekan. Adeninlar 3125 degani, timinlar ham 3125. To'g'ri javob A. To'rtinchi xili. 560 ta nukleotiddan tashkil topgan DNK uzunligini toping. Xo'p, uzunligini topish uchun umumiy nukleotidlar 560 ta ekan. Buni ko'paytiramiz 0.34 ga va bo'lamiz 2 ga. Chunki DNK ikkita zanjirdan tashkil topgan. Hop, 560 ko'paygan 0.34 bo'lingan 2. 95.2 nanometrni tashkil etar ekan. To'g'ri javob C. 5-xili. DNK molekulasi muayyan fragmentining uzunligi 108.8 nanometr ekan. Hop, endi DNK molekulasidagi nukleotlar orasidagi masofa 0.34 nanometrga teng. Ushbu DNK fragmentda nechta nukleot bor? Endi nukleotlar sonini topamiz. Buning uchun 108.8 ni bo'lamiz 0.34 ga va ko'paytiramiz 2 ga. 108.8 bo'lingan 0.34 va ko'paygan 2. 640 ta nukleotid joylashgan ekan. To'g'ri javob C. Hop. 6-xili. DNK molekulasi muayyan fragment uzunligi shuncha nanometr bo'lsa, endi oxirida so'rabdi, ushbu DNK fragmentning massasini aniqla. Va men bu yerda bitta nukleotid massasi 345 ga teng deb o'zi aytib ketyapti. Agar masalada massasini berib kelsa, o'sha massa bo'yicha ishlaymiz. Agar masalada massasi berilmagan bo'lsa, doimo 345 deb olamiz. Xo'p, demak 122.4 bo'lamiz 0.34 ga va ko'paytiramiz 2 ga. 122.4 bo'lingan 0.34 ko'paygan 2. 720 ta nukleotid bor ekan. Endi shu 720 ta nukleotidni 345 ko'paytirsak, umumiy nukleotidlarning massasi kelib chiqadi. 248.400 tashkil etar ekan. To'g'ri javob A. Hop, davom etamiz. 7-xili. DNK molekulasi muayyan fragmentining uzunligi 54.4 nanometr ekan. DNK molekulasidagi nukleotlar orasidagi masofa shunchaga teng. Umumiy nukleotidlarning 20% timin tashkil qiladi. Demak, yoza olamiz ona. DNK, adenin, timin, guanin, sitezin. Timin 20% ulushda 0.2 bo'ladi. Adenin ham 0.2 ni tashkil etadi. Endi 0.2 ga 0.2 ni qo'shsak, mana 0.4 bo'ladi. Jami 1 dan 0.4 ga ayirib olsak 0.6 va shu 0.6 ni 2 ga bo'lsak 0.3. Chunki bu 2 guanin bilan sitezinlar edi. Shunda sitezinlar 0.3 tashkil etadi, guaninlar esa 0.3 tashkil etadi. Yoki yodingizdan chiqarmang. Hop, mana bu bitta zanjir, mana shu bitta zanjir 50% tashkil etish kerak. Bizda adeninlarni topdik, 0.2 ekan. 0.5 dan 0.2 ni esa 0.3 chiqadi. Mana bu ishni qilib o'tirishingiz shart emas. Hop, endi umumiy nukleotlarni topib olamiz. 54.4 bo'lamiz 0.34 ga ko'paytiramiz 2 ga. 54.4 bo'lingan 0.34 va ko'paygan 2. 320 ta. 320 ta umumiy nukleotidlar chiqdi. Endi masalada DNKdagi guanin hamda sitezin nukleotidlar soni yig'indisini so'rayapti. Xo'p, bu yerda guanin bilan sitezinlar 0.3 ga 0.3. Ya'ni 0.6 bo'ladi. 320 miz 1 ga teng bo'lsa, 0.6 si qancha? Ko'paygan 0.6. 192 ta guanin hamda sitezinlar yig'indisi. To'g'ri javob B. 8-savol. Agar DNK molekulasida 60 ta uratsil bo'lsa va ular umumiy nukleotidlarning 20% ni tashkil qilsa, shu DNK sintezlangan DNK fragmentining uzunligini toping. Mana yozib olamiz. Bizda DNK bor. Mana DNK. DNKdan RNK hosil bo'ladi, ya'ni transkripsiya jarayonida. Endi hop, DNKda adenin, timin, guanin, sitezin joylashadi. Endi RNKda timinning o'rniga uratsil joylashadi. Aynan timindan emas, mana bu adenindan hosil bo'ladi mana bu uratsil. Timin ikkinchi zanjirda adenin bo'lib joylashsa, bu yerda ham uratsil bo'lar ekan. Endi adenin qarshisida timin, mana bu yerda endi adenin bo'lar ekan. Guanin mana bu yerda sitezin, sitezin esa guaninga aylanadi. Sitezin guanin bo'lsa, guanin sitezinga aylanadi. Mana shu RNK zanjiri hosil bo'ldi.
Sintezlanadi. Endi shu yerdagi uratsillar 60 dan tashkil etib, umumiy nukleotidni 20% dan tashkil etar ekan. 100% qancha deydigan bo'lsak, bitta zanjirdagi nukleotidlar soni kelib chiqadi. 60 ni bo'lamiz 0.2 ga. Chunki 60 ni 100 ko'paytirib 20 ga bo'lsa ham xuddi shu son chiqadi. 300 ta ekan. 300 ta. 300 ta. Demak, RNK tarkibida 300 ta nukleotid bor ekan. Bitta zanjirda 300 ta nukleotid. Mana bu tomonda ikkita zanjir bor. Qancha qilsak 300 ni 2 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz, 600 ta bo'ladi. Demak, DNK tarkibida 600 ta nukleotid bor ekan. Endi uzunligini topamiz. 600 ni ko'paytiramiz 0.17 ga. Yoki 600 ni 0.34 ga ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'ysangiz ham bo'ladi, yoki bittada 600 ni 0.17 ga ko'paytirsangiz ham bo'ladi. 102 nanometrni tashkil etar ekan. To'g'ri javob B. 9-xilim. DNK fragmentida 800 ta dezoksiriboza bor. Xo'p, shu ham juda yaxshi savol. Dezoksiribozalar soni DNKdagi nukleotidlar soniga teng. Yoki ribozalar soni RNKdagi nukleotidlar soniga teng. Bu ham esingizdan chiqmasin. Xo'p, endi 800 ta nukleotid bor ekan DNKda, 800 ni angstremda so'rayapti uzunligini. 800 ni 3.4 ga ko'paytirib qo'yamiz. 3.4 ga ko'paytiramiz va bo'lamiz. Xo'p, 2 ga, chunki ikkita zanjirdan tashkil topgan DNK 1360 ni tashkil etar ekan. To'g'ri javob D. Xo'p, endi 10-xilim. DNKda purin asoslar soni 50 ta. Bizda purin asoslarga adenin bilan guanin kiradi purin asoslarga. Pirimidin asoslarga esa timin bilan sitezin kiradi. Endi mana shu purin asoslari 50 ta bo'lsa, shu DNKdagi pentozalar sonini so'rayapti. Hozir aytdim. Xo'p, mana uglevodlar, ya'ni dezoksiriboza bilan ribozalar o'zi pentozalar guruhiga kiradi. Pentoza degani dezoksiriboza degani desak ham bo'ladi. Dezoksiribozalar sonini so'rayapti. Dezoksiribozalar soni nukleotidlarga teng. Adenin guanin yig'indisi 50 ta bo'lsa, Chargov qoidasi bo'yicha timin hamda sitezinlar ham 50 ta bo'ladi. 50 ga 50 qo'shsak 100 bo'ladi. To'g'ri javob B. 11-xilga yetib keldik. Xo'p, agar DNK tarkibida 378 ta fosfodiefer bog' bo'lsa, sразу nukleotidlarni topib olamiz. Umumiy nukleotidlardan 2 ni ayirsak, fosfodiefer bog' kelib chiqadi. Endi fosfodiefer bog' bergan, unga 2 ni qo'shsak, umumiy nukleotidlar kelib chiqadi. Fosfodiefer bog'lar soni 378 ekan. Unga 2 ni qo'shsak, 380 ta umumiy nukleotid ekan DNKda. Va ushbu DNK uzunligini so'rayapti. 380 ni ko'paytiramiz 0.17 ga. 64.6 nanometrni tashkil etar ekan. To'g'ri javob D. 12-xilim. Agar DNK uzunligi shuncha nanometr bo'lsa, ushbu DNK tarkibida fosfodiefer bog'lar sonini aniqlang. Shuni teskarisiga, buni albatta o'zingiz ishlay olasiz, tahlil qilib qo'ying. 13-xilim. DNKning bir zanjirida, mana bitta zanjirida 199 ta fosfodiefer bog' bor. Demak, ikkinchi zanjirda ham xuddi shuncha fosfodiefer bog' bo'ladi. Shuning uchun 199 ga 1 qo'shamiz. Nimaga 1? Chunki bitta zanjirda 200 ta nukleotid bor bitta zanjirda. Mana ikkinchi zanjirda ham 200 ta nukleotid bo'ladi. Adeninlar umumiy nukleotidlarning 30% ni tashkil etadi. Demak, mana bu yerdagi adenin 0.3 ga teng ekan. Ulashda endi bitta zanjir 50% da, ya'ni 0.5 da 0.5 dan 0.3 ga ayirsak, guaninlar kelib chiqadi 0.2. Xo'p, endi bizda bitta zanjirda 200 ta nukleotid bor. 200 ni 0.2 ga ko'paytirsak, guaninlar soni kelib chiqadi. Ya'ni 40 ta. Mana 40 ta. To'g'ri javob. DNKdagi guaninlar soni so'rayapti. Mana 200 ni bu 100% ga nisbatan olib qo'ydik. Mana bunday qilaylik. 200 imiz 0.5 ga teng bo'lsa, 0.2 qismi qancha bo'ladi? Shunda mana 42 karra ortadi. Mana 200 ko'paygan 0.2 bo'lingan 0.5. 80 ta bo'ladi. Mana bu 100% ga nisbatan olib qo'yildi. Bu xato, mana bu to'g'ri. Demak, to'g'ri javob A. Hop. 14-xilim. DNKning birinchi zanjiri ushbu nukleotidlardan, ikkinchi zanjiri ushbu nukleotidlardan tashkil topgan bo'lsa, shu fragmentdagi sitezin guaninlar o'rtasidagi vodorod bog'lar soni to'g'ri keltirilgan javobni aniqlang. Hop, ushbu zanjirda jami guaninlar yoki jami sitezinlarning o'zini hisoblab, uni 3 ko'paytirib qo'ysak bo'ladi. Hop, birinchi zanjirda guanin 1, 2, 3, 4, 5 ta. Endi ikkinchi zanjirdagi guaninlar ham 1, 2, 3, 4, 4 ta ekan. Birinchi zanjirda 5 ta, ikkinchi zanjirda 4 ta qo'shsak 9 ta. Endi uni 3 ko'paytiramiz. Chunki guanin hamda sitezin orasida 3 ta vodorod bog'i bo'ladi. 9 3 ko'paytirsak 27. To'g'ri javob B. 15-xilim. DNK fragmentida adeninlar 10 ta, timinlar ham 10 ta bo'ladi. Sitezinlar 20 ta, guaninlar ham 20 ta bo'ladi. Hop, DNKdagi vodorod bog'lar sonini toping deydi.
Vodorod bog'lar sonini topish uchun adeninlarni 2 ga ko'paytirardik, 20 bo'ladi. Guaninlarni yoki sitezinlarni 3 ga ko'paytiramiz, 20 ni 3 ga. Chunki bu orasida 3 ta vodorod bog' bor. Buni orasida esa 2 ta. Bu 60 bo'ladi. 20 ga 60, 80 tani tashkil etadi. C javob to'g'ri. Yoki vodorod bog'larni topish uchun umumiy nukleotidlar. Umumiy nukleotidlar nechta? 20 ga 40, 60 ta. 60 taga umumiy guaninlar sonini qo'shib qo'ysak bo'ldi. 60 ga 20, 80 ta. Yoki mana bu usulda ishlang, yoki mana bu usulda ishlang. O'zingizga qulay. 16-qilim. DNK ko'z zanjirida 500 ta vodorod bog'i bor va 20 ta adenin borligi ma'lum bo'lsa, vodorod bog'larning necha foizi adenin timin orasida joylashgan. Bizda adenin timin orasida 2 ta vodorod bog'i bor, mana 2 ta. Adeninlar soni 20 ta. Bu degani 20 ni 2 ga ko'paytirsak 40 bo'ladi. 40 ta vodorod bog' adenin timin orasida joylashgan. Umumiy bog'lar 500 ta, bu 100%. 40 tamiz qancha? 40 ko'paygan 100 bo'lingan 500. Demak, 8% ni tashkil etar ekan. To'g'ri javob C. 17-qilim. DNKda 180 ta vodorod bog'i bo'lib, ularning 30% guanin sitezin orasida joylashgan. Ushbu fragmentdagi adeninlar sonini toping. Demak, birinchimiz 180 ni 100% deymiz, 30% qancha deymiz? 180 ko'paygan 3, 54 ta ekan. Demak, bu 54 ta guanin hamda sitezin orasidagi bog'lar. 54 ni 3 ga bo'lsak 18 bo'ladi. Guaninlar soni 18 tani tashkil etar ekan. Xo'p, endi adeninlar sonini topish uchun umumiy vodorod bog'lar 180 ta edi. Undan 54 ayirsak, guanin sitezin orasidagi bog'larni ayirsak, qolgani o'sha adenin hamda timinlarga qoladi. 126. 126 ta bu adenin hamda timin orasidagi vodorod bog'lar. Endi 126 ni 2 ga bo'lsak, chunki bu orasida 2 ta vodorod bog' bor-ku, 63 bo'ladi. To'g'ri javob D. 18-qilim. 598 ta fosfodifil bog' dedimi? Bo'ldi, 2 ni qo'shing sirazi. 600 ta nukleotid bor degan. 600 ta nukleotiddan 150 tasi adenin tashkil etar. Mana, jami DNKda 600 ta nukleotid bor, adeninlar soni 150 ta. Timinlar soni ham 150 tani tashkil etadi. 150 150 300, 600 dan 300 ketsa, ya'ni 300 qoladi va o'sha 302 ga bo'lsak, guanin hamda sitezinlar ham 150 tadan degan. Mana. Xo'p, endi guanin sitezin orasidagi vodorod bog'lar. Mana bu 150 ni yoki mana bu 150 ni 3 ko'paytirsak bu bittasini faqat 150 ni 3 ko'paytirsak 450 bo'ladi. To'g'ri javob B. Xo'p, 19-qiliga keldik. 19-qilim. Shu 19-qiligacha bo'lgan masalalarda kamchilik bo'lsa, qaytadan o'zingiz tahlil qilib qo'ying yoki ustozingizdan so'rashingiz mumkin. Tushunmasangiz videoni qaytadan ko'ring. 19-qilim. Axborot tashuvchi renka tarkibida nukleotidlar quyidagi nisbatda uchraydi. Shu nisbatni yozib olamiz mana. Hop, guaninlar 30 bitta. Uratsil 19 ta. Sitezin 20 bitta. Adenin 29 ta. Mazkur RNK molekulasi asosida uning sintezida ishtirok etgan DNK molekulasi tarkibidagi nukleotidlar miqdori aniqlan. Endi bundan DNK ga o'tkazamiz. Hop, mana. Hop, guanin DNKning birinchi zanjiriga sitezin bo'lib o'tadi 30 bitta. Mana bu yerdagi sitezinning komplementi guanin ham 30 bitta. Hop, uratsil adenin bo'lib o'tadi 19 ta. Adeninning komplementi timin 19 ta. Sitezinning komplementi guanin birinchi zanjirda joylashadi. Hop, 20 bitta. Guaninning komplementi sitezin 20 bitta. Hop, adenin timin bo'lib o'tadi 29 ta. Timinning komplementi adenin bo'ladi 29 ta. Hop, endi masala shartda birinchi timindan boshlayapti. Jami timinlar bu yerda 29 ta, mana bu yerda 19 ta. 29 ga 19 ni qo'shsak 48 tani tashkil etadi. Hop, endi adeninlar ham 48 ta. Timinlar 48 ta degani, adenin ham 48 ta degani. Bitta A javobda to'g'ri turibdi. Guanin sitezinlarni topib qo'yasizlar. 20-qilim. DNK molekulasida 396 ta adenin bor, 386 ta guanin bor. Tarkibida 2 ta uratsil saqlagan RNK shu DNKning ikkinchi ipidan sintezlandi. Hop, DNKning birinchi ipida nechta adenin joylashgan? Hop, qarangda mana. Jami mana ikkita zanjir bo'lsa, adeninlar, mana bu tomonda adeninlar, jami shu adeninlar 396 ta bo'lgan ekan. Jami 396 ta. Ha, endi mana bu tomondagi renkadagi uratsillar 2 ta bo'lgan. 2 ta. Endi mana bu uratsil, mana bu uratsil. Hop, ikkinchi ipidan, mana shu DNKning ikkinchi ipidan sintezlangan, mana shu adenindan sintezlangan mana bu 2 talik uratsil. Bu degani mana bu adenin ham 2 ta degani. Jami 396 ta uratsil bor edi, 390. Davom etamiz. 396 dan 200 ayirsak, birinchi zanjirdagi adenin chiqadi 196 ta.
DNKni birinchi qismida nechta adenin bor? 196 ta. To'g'ri javob C. Qaytadan ko'rib qo'ying shuni yaxshilab. Hop. 21-chi xili. Agar RNK molekulasida adenin shuncha va nukleotlar shuncha bo'lsa, shu RNKni sintezlangan DNK uzunligi, unligi fosfat kislota va vodorod bog'li sonini aniqlang. Hop. RNK bor ekan, adeninlar 80 ta ekan. Guaninlar 160 ta ekan. Hop, uratillar 200 ta ekan. Sitozillar 40 ta ekan. Jami nukleotlarni qo'shadigan bo'lsak, hop 80 ga 160, 240, 240 ga 200, 440, 440 ga 40, 480 ta ekan. RNK tarkibida 480 ta nukleotid bor. DNK ga o'tkazamiz, 480 ni 2 ga ko'paytiramiz. Chunki bu bitta zanjir, bu ikkita zanjirni 960 ta bo'ladi. Demak, DNK tarkibida 960 ta nukleotid bor. Endi mana shu 960 talik nukleotidni uzunligini 0.7 ta ko'paytirsak, bittada topamiz. 960 ko'paygan 0.17. 163.2 nanometrni tashkil etadi. Endi fosfatdifir emas, fosfat kislota degan. Fosfat kislota nukleotidlar soniga teng bo'ladi. Nukleotidlar 960 ta degani fosfat kislota ham 960 ta. Va oxirgisi vodorod bog'ini so'rayapti. Endi umumiy nukleotidlar 960 ta edi. Matematik usuldan foydalanib qo'yamiz. 960 ta. Umumiy nukleotidlar. Bunga qo'shamiz guaninlar. Guaninlarni qayerdan topamiz? Mana bu yerdan topamiz. Mana bu sitozillar 40 ta bo'lgan. Mana bu yerga guanin bo'lib o'tadi 40 ta. Va mana bu yerda guaninlar 160 ta. Bu yerga sitozin bo'lib o'tadi 160 ta. Sitozinning komplementi mana bu guanin bor 160 ta. Demak, guaninlar 160 ta bu yerda, 40 ta bu yerda. 160 ga 40 200. Bu degani 960 ga 200 ni qo'shadigan bo'lsak 1160. To'g'ri javob 160.2 960 1160. To'g'ri javob A. 22-chi xili. DNK molekulasida 480 ta adenin va 840 ta guanin bor. Ushbu molekulaning uzunligi va vodorod bog'li sonini aniqlang. Endi mana chizamiz. Adeninlar 480 ta ekan. Guaninlar 840 ta ekan. Birinchi zanjirdagi nukleotidlar 480 ga 840 ni qo'shamiz. 1320. Ikkinchi zanjirda ham xuddi shuncha nukleotid bo'ladi. Buni 2 ga ko'paytirsak 2640 ta umumiy nukleotidlar. 2640 ta. Endi buni 0.17 ga ko'paytirsak umumiy uzunligi kelib chiqadi. 448.8 nanometr ekan. 448.8 nanometr tashkil etadi. Endi vodorod bog'larini topish uchun umumiy nukleotidlar 2640 ta, bunga guaninlarni qo'shib qo'yamiz 840 ni. 3480 ta vodorod bog'li ekan. 3480 vodorod bog'i. Shunda to'g'ri javob 3480 448 C javob to'g'ri bo'lar ekan. Xo'p, 23-chi xilini tahlil qilamiz. DNK fragmentida 400 ta adenin va guanin nisbati bor ekan. Adenin guaninlar 400 ta ekan, lekin ularning nisbati 1 ga 1.5 ekan. Xo'p, mana bu yerga tahlil qilamiz. 23. Adenin guaninlar 1 ga 1.5. Bularning yig'indisi 2.5 ekan. Bizda jami 400 ta. Hop, 400 ni 2.5 ga bo'lamiz va 400 ni 1.5 ko'paytirib 2.5 ga bo'lamiz. 400 ko'paygan 1 bo'lingan 2.5. 160 ta. Demak, adeninlar 160 ta bo'lgan. Guaninlar 400 dan 160 ta ayirsak, guaninlar kelib chiqaradi 240 tani tashkil etadi. Nimani so'rayapti? Birinchi o'rinda DNK massasi. DNK massasini topish uchun adenin guaninlar 400 ta bo'lsa, timin hamda sitozinlar ham 400 tani tashkil etadi. 400 ga 400 ni qo'shsak, 800 ta nukleotid bor. Hop, mana bu yerga yozamiz. 800 ta nukleotidni ko'paytiramiz. Endi mana yerda bitta nukleotid massasi 330 deb o'zi aytib ketyapti. 330 ko'paytiramiz. 800 ko'paygan 330. 264.000 og'irlikka ega ekan. Yozib qo'yamiz. 264.000. Ikkinchisi, uzunligi, massasini topdik. Uzunligini topish uchun 800 ni 0.17 ga ko'paytiramiz. 136 ekan. Uzunligi 136. Va vodorod bog'larini topamiz. Vodorod bog'larini topish uchun umumiy nukleotidlar 800 ga qo'shamiz. Guaninlarni topdik. 240 ta edi. 1040 ta, demak bu umumiy vodorod bog'lar 1040. Demak, to'g'ri javob 264.136 1040. To'g'ri javob D. Xo'p, demak, 24-xiliga yetib keldik. 24-chi xilida DNK fragmentida 1100 ta nukleotid bor. Umumiy nukleotidlar demak 1100 tani tashkil etadi. Adenin, guanin, sitozin mana yozamiz. Adenin, timin, guanin, sitozin. Endi adeninlarni X deb olamiz, timinlar ham X bo'ladi. Guaninlarni Y deb olsak, sitozinlar ham Y bo'ladi. Endi adenin bilan guanin hamda sitozinlar, guanin, sitozin Y dan kelsa 2Y. Adenin esa X, X plus 2Y. Bularning yig'indisi
timin, sitezin, adenindan 1,5 marta katta. Bu degani x plus 2y ni bo'lsak kimga? Timin, sitezin, adenin. Timin bilan adenin 2x bo'ladi. Plus sitezin bitta y bo'ladi. Yaxshilab tushunib eshitib turing. Bularni bo'lsak 1,5 ga teng bo'ladi. Endi 1,5 taqsim 1 qilsak, bu mana tomonga, bu mana tomonga ko'payadi. 1,5 ni 2x ga ko'paytirsak 3x va 3x dan x ayrilib ketadi. 2x qoladi. Teng bo'ladi. 1,5 ni y ga ko'paytirsak 1,5 y, 2y dan ayirsak 0,5 y ga teng bo'lar ekan. Demak, 2x imiz 0,5 y ga teng. Xo'p, endi savolga qaytamiz. Fragment tarkibida adenin va timinlar yig'indisini toping. Bu juda ham oson. Umumiy nukleotidlar mana x ga x, 2x plus guaninla y, sitezin y 2y teng bo'ladi 1100 ga. Endi 2x imiz 0,5 y ga teng ekan. 2x o'rniga 0,5 y deymiz. Qo'shamiz unga 2y ni va 1100 deyotganmiz. Va 2,5 y teng bo'ladi 1100 ga. Hop, 1100 bo'lingan 2,5 440. Demak, y imiz 440 ga tashkil etadi. X imiz-chi, x teng bo'ladi. Hop, 440 ni 2 ga ko'paytiramiz. Chunki 2y edi-yu, 2 ga ko'paytiramiz. 880 va 1100 dan ayiramiz. 220. 220 bu 2x ga teng bo'ladi. Adenin hamda timinlar yig'indisi. 220 ni 2 ga bo'lib qo'ysak, 110 bu adeninlar yoki timinlar soni kelib chiqadi. X imiz 110 ekan. Mana bu yer 110, bu yer ham 110. Endi masala sharti adenin timinlar yig'indisi 220. Siz javob to'g'ri. Yaxshilab boshqatdan ushbu masala tahlilini ko'rib qo'yinglar. Chiroyli savol. 25-xilol. DNKda yana adenin, timin, sitezin miqdori guanindan 8 marta ko'p deyapti. DNKda 1200 ta vodorod bog' bo'lsa, DNKda guaninlar sonini toping. Vodorod bog'i berib qo'yibdi o'zi, osonroq qilib. Endi biz qiladigan ishimiz nima? Adenin, timinlarni x deb oldik. Bundan oldingi masalada. Bu ham x deb olsak 2x bo'ladi. Plus sitezinlar y, mana y. Va bularni bo'lsak, guaninlar ham y mi? Bo'lsak 8 chiqar ekan. Chunki 8 marta ko'p deganda mana bu kelasi. 8 y ko'paytirsak, 8 y ni ayirib olsak, 7 y teng 2x ga. Demak, 7 y imiz 2x ga teng ekan. Bizda adenin, timin orasida ikkita vodorod bog'i bo'ladi. Shuning uchun 2x deb olamiz. O dars tushuntirganimda 2x da adenin, timin orasidagi vodorod bog', guanin, sitezin orasidagi vodorod bog' 3y deb yozib qo'ygandim. Mana shu 3y teng bo'ladi 1200 ta. Bu 1200 masala shartida berilgan. Hayron bo'lmanglar. Endi mana 2x o'rniga necha qo'yamiz? Albatta 7 ni qo'yamiz-da. 7y ni. Mana 7y plus 3y teng 1200. 7y ga 3y 10y teng 1200 dan tashkil etadi. Y teng 1210 ga bo'lsak 120. Y nima edi? Albatta guaninlar yoki sitezinlar. Masala shartida guaninni so'ragan. Mana topib qo'ydik 120. Javob to'g'ri. Xo'p, 26-xilol. Mana bu yerga yozyapman. DNK molekulasida ma'lum bir fragmentining uzunligi 107 nanometr bo'lib, unda jami 780 ta vodorod bog' mavjud. Ushbu fragmentga guanin, sitezin yig'indisi aniqlang. Juda ham oson savol. 107,1 0,7 ga bo'lamiz. Bittada kelib chiqadi. Yoki o'sha 107,1 0,34 ko'paytirib 2 ga bo'lishimiz kerak. Yo 107,1 bo'lardi. 107,1 bo'lingan 0,34 va ko'paygan 2. 630 ta. Nima bu? 630 ta nukleotidlar. Endi umumiy nukleotidlardan vodorod bog'idan ayirsak, guaninlar kelib chiqadi. Bizda jami vodorod bog'i mana bu yerda 780 ta degan. 780 ta vodorod bog'idan 630 ta nukleotidni ayirsak, 150 ta bu guaninlar. Bu degani sitezinlar ham 150 ta. Charga foydasi 150 300 bo'ladi. To'g'ri javob B. 27 mana bu yerga ishlaymiz. DNKda transkripsiyalangan RNK tarkibida adenin mana yozamiz. RNK mana bu DNKdan transkripsiyalangan. Ya'ni RNK sintezlangan. Va o'sha sintezlanganda mana bu yerdagi adenin 40% tashkil etgan, bu endi 0.4. Guanin esa mana bu yerda guanin 0.3 ekan. 0.3. Sitezin orachisil nukleotidlari esa teng bo'lsa deyapti. Ikkilasi teng ekan. Dastlabki DNK fragmentidagi adenin nukleotidlar miqdorini aniqlang deydi. Hop, endi mana yozamiz, mana uratsil deymiz, hamda sitezin deymiz. Endi mana bu RNKdagi zanjirni DNKga o'tkazib olamiz. Albatta ikkinchi zanjirdan sintezlangan deb olamiz. Adenin mana bu yerdan o'tib timin bo'lgan bu. Timin adeninga aylanib, timinlar 0.4 bo'lgan. Demak, timinning komplementi mana bu yerdagi adenin ham 0.4 tashkil etadi. Guanin mana bu yerda sitezin. Sitezin 0.3 degani, sitezinning komplementi mana bu yerdagi guanin ham 0.3 degani. Hop, uratsil mana bu yerda adenindan o'tgan. Adenin komplementi timin bo'lgan.
Hop, sitezin guanin bo'lgan, guanin komplement sitezin. Bizda hozircha ma'lum, nimalar ma'lum? Mana bu yerdagi adenin 0.4 bor va mana bu yerda adeninlar foizini qanday topamiz? Qarang. 0.4 ga 0.3 qo'shsak 0.7. Umumiy 1 deb olganmiz-ku. 1 dan ayirib olsak 0.3. Endi uni 2 ga bo'lib yuboramiz. Chunki uratsil bilan sitezinlar foizi bir xilda 0.15 bo'ladi. Demak, bu yer 0.15 bo'lgan, mana bu yer ham 0.15 bo'lgan. Bundan yana mana adenin 0.15. Biz demak shu yerda adenin kerak. 0.4 ga 0.15 qo'shsak 0.55 foizda 55% bo'ladi. Xo'p, endi dastlabki DNK fragmentidagi adenin nukleotidlar miqdori necha foizni tashkil etadi? Necha foiz? Hop, yozamiz. 55% bizda umumiy adeninlar bo'lsa, endi umumiy nukleotidni necha foizini tashkil etadi degan. Hop, 55 ni, hop, bu yerda foizlar qo'yib chiqamiz. Sonra timin 0.15, sitezin 0.15, mana bu yerda guanin ham 0.15 bo'lgan. Endi biz mana bu zanjir o'zi 1 bo'ldi-ku, mana bu 1 bo'ldi. Endi bu zanjir 2 bo'ladi. Chunki ikkita zanjirda 55 ni umumiy nukleotidlar 200 deb oladigan bo'lsak, bu 100 bo'ladi, bu 200 bo'ladi-da. Hop, 200 deb oladigan bo'lsak, 55 ni 200 ga bo'lsangiz ham bo'ladi yoki 55 shunchaki 2 ga bo'lib qo'ysangiz ham bo'ladi. 55 bo'lingan 200 ko'paygan 100. 27,5 yoki 55 ni 2 ga bo'lsangiz ham bo'ladi. Demak, to'g'ri javob A. 27-masalani qaytadan videoda ko'rib qo'ying yoki o'zingiz mustaqil ishlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Bundan osonroq so'ri bo'lsa. Hop, 28-xilim. 28-xilim mana bu yerga yozar ekanmiz. Hop, savollar aytyapti. Adenin timin yig'indisi, guanin sitezin yig'indisining farqi 60 ta. Vodorod bog'li 300 ta. DNK fragment uzilgan toping. Hop. Adenin timinlarni 2x deb olganmiz. Bundan ayirar ekanmiz. Guanin sitezinlar 2y va teng bo'lar ekan 60 ga. Endi vodorod bog'lar 2x adenin timin orasidagi vodorod bog'lar plus 3y guanin sitezin orasidagi vodorod bog'lar teng bo'ladi 300 ta. Hop, mana bu yerda buni 2x teng deymiz 60 plus 2y ga. Va 2x o'rniga mana shu 60 plus 2y qo'yamiz. Mana bu yer o'rniga 60 plus 2y plus 3. Hop, davom etamiz. 60 plus 2y plus 3y teng 300 ta. 300 ta emas. Mana bu 300 ta bo'ladi. 300 ta. Endi mana 60 mana bu tomonga o'tganda ayrilib ketadi. 240 teng bo'ladi. 2y ga 3y 5y. Y teng. Hop, 240 bo'lingan 5. 48 ga. 48 mana. 48. Hop, 28-masalada nima so'ragan? DNK fragmenti uzunligini aniqlang. Demak, y-larimiz 48 ta bo'ldi. Endi qo'yamiz o'rniga. 48 ni 2 ga ko'paytirsak 96. 96 buni 2 ga ko'paytiramiz. Chunki guanin sitezinlarda 96. Va bunga qo'shamiz 60. Qo'shsak 156 bu 2x ga teng bo'ladi. 2x ga teng bo'ladi. O'shanda x teng bo'ladi. 156 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 78 bo'ladi. 78. Endi biz birinchi o'rinda umumiy nukleotidlarni topib olamiz. Qanday topamiz? 300 ta bu umumiy vodorod bog'laydi. 300 ta. Mana shu 300 dan guaninlar soni 48 deydi. Y topdik-ku. 48 da yasak umumiy nukleotidlar kelib chiqadi. 252 umumiy nukleotidlar. Endi shu 252 ni 0.7 ga ko'paytirsak, bittada uzunligini topamiz. 252 ko'paygan 0.7. 42.84 nanometr tashkil etar ekan. To'g'ri javob C. Bu ham chiroyli savol. Bundan buyoq hammasi chiroyli savollar. Hop, 29-xilim. 29-xilim shu yerga sig'dirib olamiz. DNK molekulasidagi nukleotidlar soni 154 ta. Undagi vodorod bog'lar soni guaninlar sonidan 4,5 marta ko'p bo'lsa, undagi vodorod bog'lar sonini aniqlang. Hop, chiroyli savol ekan bu ham. Qarang. Umumiy vodorod bog'lar 2x plus 3y. Buni bir necha marta takrorladim. Endi shularni guaninlar y mi, guaninlar y. Hop, 2x plus 3y ni y ga bo'lsak 4.5 bo'lar ekan. Masala shartda bergan. 4.5 bu tomon ko'payadi. 4.5 y ko'paytirsa 4.5 y 3 dan ayrilib ketadi. 1,5 y teng bo'ladi 2x ga. 2x ga. Xo'p, endi umumiy nukleotidlarimiz 154 ta ekan. Umumiy nukleotidlar formalasi hop, umumiy nukleotidlar 2x plus 2y edi. Endi mana shu 2x o'rniga mana bu yerda 1,5 y ni qo'yamiz. Ya'ni 1,5 y plus 2y teng 154 midi? 154 ga. 1,5 ga 2, 3,5 y teng 154. Y ni topamiz. 44 ekan. Demak, y 44 ta. Y deb kim qo'yamiz? Albatta guanindan. Hop, undagi vodorod bog'lar sonini aniqlang. Mana juda oson. Umumiy nukleotidlar 154 mi? Bunga qo'shamiz guaninlar soni. Shunda 198 bu umumiy vodorod bog'lar kelib chiqadi. Bu guaninlar. To'g'ri javob A. 30-xilim. Teskari transkriptaza fermenti. Demak, 30-xilim.
30-savolda aytyaptiki, teskari transkriptaza fermenti yordamida RNKdan DNK sintezlanadi. Mana bu yerga yozamiz. 31. Mana bu RNKdan endi DNK sintezlangan. Hop, endi aytyaptiki, RNKda uratsil 20%. Uratsil 20%. Bu degani uratsil mana bu DNKning birinchi zanjiriga adenin bo'lib o'tadi 20%. Mana bu yerda timin ham 20% tashkil etadi. Endi aytyaptiki, DNK ko'z zanjirini 15% timin. Demak, umumiy nukleotidlarning 15% timin bo'lgan ikkita zanjirda. Endi buni 2 ga ko'paytirsak, 30%. Bu nima desa, bu shu DNKdagi jami timinlarning foiz yig'indisi bo'ladi. 27-xilda ham xuddi shunga o'xshash savolni ko'rdik, o'shani teskarisini so'rayapti. Hop, endi bizda timin mana bu yerda 20% bo'lsa, mana bu yerda birinchi zanjirda timin 10% bo'ladi. O'shanda 20 ga 10 jami 30%. Endi bu timin mana bu RNKdan hosil bo'lgan, ya'ni bu yerdagi adenindan hosil bo'ladi. 10% timin, 10% adenin degani. 10%. Demak, RNKda adenin necha foiz tashkil qiladi? 10% tashkil qilar ekan. Xo'p, endi 31-tipdan boshlab 40-tipgacha, 40-tip ham Telegram kanalimizda joylashgan. Telegram kanalimizga o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, 41-xili bilan gaplashamiz. Xo'p, nuklein kislotlar molekula. Xo'p, demak, 41-xili bilan gaplashamiz. Nuklein kislotlar molekulasida nukleotidlar o'zaro fosfodifir bog'lar orqali bog'lanadi. Xo'p, DNK molekulasida 598 ta fosfodifir bog'i bo'lsa, bu degani 600 ta nukleotid bor degani. Xo'p, va undagi adenin nukleotidlar umumiy nukleotidning 20% ni tashkil etadi. Buni 100% desak, 20% adenin. Endi bizda bitta zanjirda adenin, guanin 50% midi? Undan 20% adenin bo'lsa, guanin 30%. 30% guanin deb yozsak, ikkalasini bittada topamiz. 620 ko'paytirib 100 ga bo'lsa 120, 630 ko'paytirib 100 ga bo'lsa 180. Demak, 120 ta adenin bo'lgan, 180 ta guaninlar bo'lgan. Endi savol bor. Ushbu DNK molekulasida guaninlar 180 ta bo'ldi va uratsil. DNKda uratsil nukleotidi bo'lmaydi. Shuning uchun 0 deb olamiz. Demak, 180 ga 0 degan javob D. 42. 1200 juft bu degani mana bu DNKda 2400 nukleotid bor. DNK zanjirida adenin va timin orasida ikkita, guanin sitezin orasida 3 ta vodorod bog'i bor. Ushbu fragmentda guanin sitezin juftligi 2 y mi? Adenin timin juftligidan 1,5 marta ko'p. 2x dan 2y 1,5 ko'payib 2y 2x ga bo'lsa 1,5 chiqar ekan. U degani 1,5 ni 2 ga ko'paytirsak 3x teng bo'ladi 2y ga. Xo'p. Bu zanjirdagi guanin sitezin orasidagi vodorod bog'i sonini aniqlaydi. Xo'p, bizda umumiy nukleotidlar 2x plus 2y deb oldik. Shu teng 2400 ga. Endi 2y o'rniga 3x qo'ysak bo'laveradi. 2x plus 3x teng 2400, 5x teng 2400. Hop, o'shanda x teng bo'ladi. 2400 dan 5 ga bo'lamiz. 480 ekan. Ha, 480. Demak, x imiz 480 ta ekan. Y ni topamiz. Bizda 3x 2y ga teng edi. Shu yerga uni 480 deb qo'ysak, proporsiya qilib qo'ysak ham bo'ladi. 480 ko'paygan 2 bo'lingan 3. 320 ta. Demak, y lar 320 ta ekan. Mana bu yerda guaninlar 320 ta ekan. 320 ni 3 ko'paytirsak, hop, guanin sitezin orasida vodorod bog'lar kelib chiqadi. 960. To'g'ri javob C. 43-xili. Hop, ushbu nukleotidlar ketma-ketligi ega RNK molekulasiga komplementar DNK ko'z zanjiridagi nukleotidlar orasidagi fosfodifir bog'lar soni. Fosfodifir bog'lar sonini topamiz. Undan oldin mana bu nukleotidlarni DNK ga o'tkazib olishimiz kerak ekan. Shu yerga mana 43 deydigan bo'lsak, yozib ketaveramiz. Adenin timin bo'lib o'tadi, uratsil adenin bo'lib o'tadi, guanin sitezin bo'lib o'tadi, sitezin guanin bo'lib, adenin timin bo'lib, uratsillar adenin bo'lib, sitezin guanin, guanin sitezin bo'ladi. Hop, adenin timin bo'ladi, sitezin guanin bo'ladi, guanin sitezin bo'ladi. Hop, ikkita sitezin, ikkita uratsil. Bu degani ikkita guanin, ikkita adenin degani. Demak, bu DNKni birinchi zanjir. Hop, endi DNKni ikkinchi zanjiri shunga komplementar tarzda yozaveramiz uni. Adenin, timin, guanin, sitezin. Hop. Faqat to'g'ri yozishinglar kerak. Xato yozib qo'ymang. Bo'ldi, DNK sintezlandi. O'sha teskari transkriptaza yordamida. Hop, endi shu komplementar DNK ko'z zanjiri nukleotidlar orasida fosfodifir bog'lar sonini topamiz. Fosfodifir bog'lar sonini topish uchun umumiy nukleotidlardan 2 ni ayiradi. Hop, nukleotidlarni sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bitta zanjirda 17 ta, ikkinchi zanjirda ham 34 ekan. 34 dan 2 ni ayirsak 32 ta. Fosfodifir bog'lar soni 32 tani tashkil etar ekan. Qaysidir nukleotid tushib qoldimi? Hop,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ta ekanda. Biz 13 ta deb yozamiz. Demak, 18 ta degani bu tomonda ham 18 ta, ikkitasi 36 ta. 36 dan 2 ni ayirsak 34 ta fosfodifir bog'lar bo'ladi. Qaysi nukleat yozilmay ketibdi. Hop, 34 ta bo'lsa, bitta mana A javobda 34 turibdi. Demak, qolganini o'zingiz topib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu renkadan renkaga o'tayotganda ehtiyot bo'lamiz. Biz ham xato qilib qo'ydik. Siz to'g'ri o'tib qo'ying. Hop, endi 44-xil. 400 ta nukleotiddan iborat E renkada, demak, renka tarkibida 400 ta nukleotid bor. Uratsil 20% ekan. Hop, sitozillar esa 13% ni tashkil etadi. Adeninlar 15% ni tashkil etadi. Hop, teskari transkripsiya jarayonida hosil bo'lgan DNK ko'z zanjirida adenin timi orasidagi vodorod bog'lar sonini so'rayapti. Bundan DNK sintezlanadi 400 tadan 800 ta nukleotid. Uratsil adenin bo'lib o'tadi 20%, bu yerda timin ham 20%. Endi mana bu yerda adenin timin bo'lib o'tadi 15%, mana bu yerdagi adenin ham 15%, mana bu timin. Endi foizlarni qo'shamiz. Hop, umumiy adeninlar 20%, mana bu yerda 15%, 35% ekan. 800 ni ko'paytiramiz 0.15 ga. 0.35 ga. Hop, 800 ko'paygan 0.35. 280 ta adenin bor ekan. 280 ta adenin. Endi bu orasidagi vodorod bog'ini topish uchun uni 2 ga ko'paytirsak 560 ta bo'ladi. To'g'ri javob D. 45. Noma'lum DNK bitta zanjirining og'irligi 35190 ga teng. Mana bu yerda massasini berib qo'ygan 345 deb, sirasi 35190 bo'lingan 345. 102 ta nukleotid bor ekan. DNKda 102 ta nukleotid. Shu zanjirdagi guanin nukleotidlar adenin nukleotidlardan 13 taga ko'p. Ularning yig'indisi esa 51 ga teng. Chiroyli savol. Mana. Endi 102 ta ikkita zanjirdaki, bu degani bitta zanjirda 51 tami? Bitta zanjirda adenin bilan guanin bormi? Hop. Endi adeninlarni hop X deb olsak, guaninlar X plus 13 bo'ladi. Va shularning yig'indisi 51 ga teng. 13 bu tomonga ayrilib ketadi. 51 dan 13 ayirsak 38, bu 2x ga teng bo'ladi. 2x teng 38. X teng 38 ga bo'lsak 19 ni tashkil etadi. Shunda x deb adeninlar olganmiz 19 ta ekan. 19 ga hop 13 qo'ysak 22 bo'ladi. Guaninlar 22 ta ekan. 32 uzr. 32 bo'ladi. Hop, nima so'rayapti? DNKning ko'z zanjirida sitozin nukleotidlar soni. Guaninlar 32 ta degani, sitozinlar ham 32 ta degan. To'g'ri javob A. Videoni qaytadan ko'rib qo'ying tushunmasangiz. Hop, 46-xil. DNK fragmentida 40 ta adenin, 40 ta timin, 60 ta guanin borligi ma'lum. Shu fragmentda ishlov berilish natijasida vodorod bog'lar uzildi va vodorod bog'larida faqat 30% saqlanib qoldi. Hop. DNKning ishlov berilgan fragmentida nechta vodorod bog'i borligi va shu fragmentda uzunligini toping deyapti. Demak, adeninlar 40 ta ekan, buni 2 ga ko'paytiramiz. 80 ta bo'ladi. Vodorod bog' 80 ta. Guaninlar 60 ta ekan, buni 3 ga ko'paytiramiz. 180 ta vodorod bog'i bo'ladi. Yig'indisi 260 ta. Jami vodorod bog'lar 260 ta bo'lgan. Endi bunga ishlov berilish natijasida mana 100% bo'lgan. Ishlov berilish natijasida faqatgina 30% saqlanib qoldi. 260 ni 30%. Demak, 78 ta vodorod bog' qolgan, saqlanib qolgan. Endi DNK ishlov berilgan fragmentda nechta vodorod bog' borligi? 78 ta vodorod bog' bor ishlov berilgandan keyin va shu fragment uzunligi. Xo'p, uzunligini topish uchun nima qilamiz? 80 dan 30% ni topamiz. 24 bo'ladi. Buni 2 ga bo'lib qo'yamiz. Adenin bilan timinlar kelib chiqadi. 12 ta adenin, 12 ta timin degan. Jami 24 ta nukleotid bor degani. Endi 180 ni 0.3 ga ko'paytiramiz. 30% ni topamiz. 54 degani. Endi 54 ta guanin sitozin orasida vodorod bor. Uni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 18 ta guanin, 18 ta sitozin degani. Guanin sitozinlar 18 tadan 36 ta. Unga qo'shamiz 24 ta adenin bilan timinlar yig'indisi. Shunda 60 ta nukleotidlar 78 ta bu o'sha DNKning uzunligi. Demak, va shu fragment uzunligi. Vodorod bog'larni so'ragan. 78 ta vodorod bog' qoldi. DNK fragmenti uzunligini so'rab. Endi 60 ni ko'paytiramiz 0.17 ga. Va hozir 60 umumiy nukleotidlarni topdik-ku. 60 ko'paygan 0.17. 10.2 nanometrni tashkil etar ekan. To'g'ri javob D bo'ladi. Xo'p, keyingisi 47-xil. 46-xilni ham qaytadan yaxshilab ko'rib qo'ying. Mazmuniga tushuning. Mohiyatiga tushunsangiz albatta DNKga oid xohlagan masalani ishlay olasiz. Faqat bir martada ishlay olmaysiz. Bir necha marta harakat qilsangiz hammasi chiqadi, Xudo xolasa. 47-xil. DNK molekulasi adenin timi orasida 2 ta, guanin sitozin orasida 3 ta vodorod bog' bor.
uzunligi 0.30 nanometrga teng. Ma'lum DNK bo'lagida 1050 ta vodorod bog' bo'lib, shundan 40% adenin timiy orasida joylashgan. Demak, umumiy bog'lar 1050 ta. 40% adenin timiy orasida joylashgan. Buni 100% desak, 40% ni topamiz. Qolgan 60% guanin hamda sitezin orasida joylashgan. 1050 ni 0.4 ko'paytiramiz. 420. Hop, 1050 dan 420 ayirib qo'ysak, guanin sitezin orasida qoladi 630. Demak, bu guanin sitezin orasidagi bog'lar, bu esa adenin timiy orasidagi vodorod bog'larni topdik. Endi asl shartdan so'ragan. Shu DNK bo'lagida nukleidlar sonini toping. 420 ni 2 ga bo'lsak, 210 ta bu adeninlar hamda timillar ham 210 degan. Endi 630 ni 3 ga bo'lsak, 3 ga. Hop, bo'lingan 3. 210 ta. Demak, guaninlar 210 ta bo'lgan, sitezillar ham 210 ta tashkil etadi. Demak, to'g'ri javob adenin 210, timin 210 va bu 280 bu xato. Hop, guanin 420 bu ham xato. Hop, mana bu yerga ko'raylik. Adeninlar 210 ta to'g'ri, timinlar ham 210 ta to'g'ri, guanin 210 ta, uratsil 0 ta. Haqiqatan DNKda uratsil bo'lmaydi. To'g'ri javob A. Hop, ba'zi abituriyentlar yoki ustozlar chalib qolishadi, uratsil berib qo'yibdi. Demak, bu xato ekan deydi. Yo'q, biz nukleotidlarni aniq topib bo'ldik. 210 tadan ekan hammasi. Faqat uratsil 0 ta. Haqiqatan bu yerda uratsil yo'q-ku. Shunga to'g'ri javob A bo'ladi. Hop, endi 48-xilim. RNK tarkibida 210 ta monosaxarid mavjud. Bu degani RNKda 210 ta nukleotid bor degani. Va unday nukleotidlarning 20% ni uratsil. Uratsillar 20% ekan. 30% adenin. Adenin esa 30% ekan. Ushbu RNKdan sintezlangan DNK tarkibidagi, mana DNK tarkibida 210 tadan 420 ta 2 ga ko'paytiramiz. Uratsil adenin bo'lib o'tadi, adenin timin bo'lib o'tadi. Timinlar komplement adenin, adenin 2, timin. Foizni qo'yib qo'yamiz. Bu 20%, timinlar 30% degan mana. Endi DNK tarkibida adenin bilan timin orasidagi vodorod bog'larni so'rayapti. Adeninlar 20%, 30%, 420 ni 0.5 ga ko'paytiramiz. Chunki 20-30-50 ulushda 0.5. 420 ni 0.5 ko'paytirsa 210. 210 ta adenin bor. Endi buni 2 ga ko'paytirsa, orasidagi vodorod bog'lar mana. 2 ga ko'paytirsak 420 ta adenin timin orasidagi vodorod bog'lar kelib chiqar ekan. Xo'p, endi bu 420 ni 2 ga bo'lamiz. Chunki mana ikkita zanjirdan tashkil topgan-ku, to'g'rimi? Ikkita zanjirdan tashkil topgan. Mana bularning o'zi 0.5 bo'ladi. Guanin sitezillar yig'indisi ham yana 0.5 bo'ladi. O'shanda yig'indisi 1 bo'ladi. Biz faqat 0.5 ga nisbatan oldik. O'zi asli 420 mana bunday qilib turib, hop 200 bo'lib ketadi. Chunki 20 ga 30 50, mana tomon ham 50 ku, to'g'rimi? 50 50 100. Guanin sitezillar ham yana 100 chiqadi. Shuncha 200 deb olamiz. Endi umumiy adeninlar 20 30 50. Mana 50 ga qancha qilib ishlashimiz kerak? Bu 27-xil, 30-xil masalalarda bu narsani tushuntirganman. Chunki 420 ni 2 ga bo'lsak, 210 ta bo'ladi. Bu DNKdagi umumiy adenin timin orasidagi vodorod bog'lar. To'g'ri javob D bo'ladi. Agar sizda boshqacha usul bo'lsa, o'sha usulda o'zingiz uchun to'g'rilab ishlab olishingiz mumkin. 49-xilim. DNKda umumiy vodorod bog'lar soni 810 tani tashkil etadi. Demak, vodorod bog'lar 810 ta. Xo'p, demak, 49-xilga yetib keldik. DNKda umumiy vodorod bog'lar soni 810 tani tashkil etadi. Demak, umumiy vodorod bog'lar 2x plus 3y teng 810 ekan. Xo'p, endi ulardagi adenin timinlar 2x mi? 2x. Xo'p, hamda guanin sintezlar orasidagi nisbat tegishli ravishda 1 ga 1.25 ekan. Demak, buni 3y desak, o'shanda 1 ga 1.25 ta tashkil etar ekan. Proporsiya qilamiz. 1 ni 3 ko'paytirsak 3y teng 1.25 2 ko'paytirsak 2.5 x ga. Hop, endi bu vodorod bog'lar bular ham nisbati faqat 3y 2.5x. Bu degani 3y ga 2.5x qo'ysak bo'ladi. Shunda 2x plus 2.5x teng 810. X teng 2 ga 2.5x 4.5x teng 810 bo'ladi. 810 ni bo'lamiz 4.5 ga. 180 bo'ladi. Endi 180. Xo'p, endi 180 ni 2 ga ko'paytirsak 360 bo'ladi. 810 dan 360 ayirsak 450. Demak, bu yerda 450 edi. Xo'p, endi bu 450 nima? 450 guanin sitezin orasidagi vodorod bog'lar. Endi shu 450 ni 3 ga bo'lsak, 150 bu guaninlar soni. Bizda qoida bor edi. Umumiy vodorod bog'lardan guaninlarni ayirsak, nukleotidlar kelib chiqadi. Vodorod bog'lar 810 ta, guaninlar 150 ta. Nukleotidlarni topamiz. 810 minus 150. 660 ta. Bu
DNK tarkibida umumiy 660 ta nukleotid bor degan. Endi masala shartida ushbu gendan, ya'ni ushbu DNKdan sintezlangan RNKdagi fosfodifil bog'ni so'rayapti. Hop, ikkitali zanjirdan bittalik zanjir hosil bo'ladi. 660 tadan qancha? 330 bo'ladi. 662 ga bo'lsak. Va RNKdagi fosfodifil bog'lar topish uchun umumiy nukleotiddan 1 ayiramiz. 329. To'g'ri javob B. Hop, 50-chi xil. DNK qo'sh spirali parchalanib ketganda jami 3600 ta azotli asos, dezoksiriboza, fosfat kislota qoldig'i hosil bo'lgan. Endi hop, bitta nukleotid uchun 3 ta asos kerak. Endi bizda shu asoslar soni 3600 ekan. Bu degani 3600 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 1200 ta DNKda nukleotidlar. DNKdagi nukleotidlar demak 1200 ta ekan. Endi bu DNKdan RNKga o'tishimiz kerak ekan. 2 dan